Hamma shu ahvollarga qarab vaqtimiz ham. Bundan keyin Trump aldığımızdaki 4 yılda Uygur mayli muhaciretdeki Uygur davası olsun veya ki vatanimizde növbette halkımız bu Xitoyninki zulüm astida tortayotgan bu fojialar bo'lsin. Qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Vatandagi zulmlarning yeniklishiga bo'lsin, masalan, qattiq Xitoyga besim bo'lishi mumkin bundan. Chet eldagi da'voning kuchayishi masalasidan bo'lsin, Uyg'urlarni qo'llaydigan kishilarning hokimiyatga kelishi sababli qanday bir ta'sirlar bo'lishi mumkin biz Uyg'urlarga? Hamda Trump'ningki o'zi shaxsiy chetdan degan chog'da Trump'ningki siyosatida, ya'ni Xitoyga ilib borgan bu siyosatida Uyg'ur masalasi pek aniq emas deb faraz qilaman. Misoliga, shu Trump'ning birinchi qatim hokimiyat ishida vaqtida bu Tokyoda ochilgan APEC yig'iniga qatnashgan. Ve onunki xavfsizlik mutaxassisi bo'lgan John Bolton'la qatnashgan. John Bolton'ningki xotirasida yozilgan bir ahvolni anlatib, onunligini davom qilay. Deydi, bu Xi Jinping Trump maxfiy kurashdi deydi. Trump shuningla bu Uyg'ur masalasi ichildi deydi. Trump deydi, bu qanday ish deb so'radi. Sorsa Xi Jinping dedi, bular hepsi terörist. Sen mi bilirse teröristlerini cezalandırırsan, bular bir devletinin ki mutluluğu, tinçliği hemini bozudu. Bugün bizde bozgan olsa, ertugün sizler gibi olsun. Trump derhal deyip, doğru değilse, doğru kıpsa, bularını aşına cezalandırış lazım. Bu cezalandırış diyen aşı. Biz bir vakan cezalar verelim. Ondan sonra Trump Xi Jinping'e diyecek, sen benim ikinci qatim sayılışımda yardım kıldı. Xi Jinping deydi, ben qanday yardım kılmayan dese, sen Amerika'dan çıkarak mal aldı. Ben mal satkandan keyin menimki bir qilgan işimning önümlük bo'lganligini ve şundaqla ben ikinci qatim sayılışda bunu bir bir tutukluk kılıp köstüp kılıma ise Xi Jinping yiyecek koyup cevap vermeyen. Yani benim demek olduğum hem de Uygur meselesi Trump'nınki siyasetdeki aydısı bo'lgan vaqtida yoki Uygur meselesi Trump'ның koludaki bir kozurga aylangan takdirde Uygur meselesi bile şoğulundu dep o'ylayman. Ama bunda bir ahvol bo'lmagan takdirde Trump'ның şahsi o'zi şu Uygur meselesiga pek bevosita shunday qiziqib qilmaydi deb o'ylayman. Fakat bu kabinege qarash lazım. Misolga deyli, Tashqi ishlar ministri şu Rubio bo'lgan bo'lsa, o Uygur meselesiga aralashadi. Yalnızla Uygur emas, hem de Hong Kong'dan Tayvan'gacha, şu Tibet'ten Şarkı Türkistan'ın Uygur meselesigacha tilga oladi. Şununla bu Trump hükümetinin ki umumi bütün chetdan qargan chaqda, yani Uygur meselesini tilga oladi. Ama bir mesele var, hemimiz bunu kabul qilish kerak. 2018'den 2022'ye bo'lgan bu yılların arasındaki o Uygur popüler, yani tunuşlukluk ahval hazır tüydü. Şununla bu Amerika'da Trump'nınki hakimiyeti vaxtıda ki Trump'a faydalı tarafı her iki mecliste şu cumhuriyetçiler azraq olsun mu köperek. Şununla bir kanun çıkarış cettimi nispeten asan buludu. Uygurlar bile münasebetlik hazır bu talep kılınan 3 kanun layihesi var. Hazırgıca da çıkmaydı. Biden hakimiyeti vaxtıda mı bu çıkmadı. Yani Trump vaxtıda çıkamdı, çıkmamdı. Onu ben diyemeyim. Ama şu hakimiyet kurulu bo'lgandan keyin ilib borgan siyosatiga qarab, undan keyin
biraz bozma iniq deyələrimiz, yəni vəziyyət iniqlığında. Xoş. Amma əvvəl mən deyən o popülərlik düşüb ketgan taqdirda nurg'un mushu vekiller, yani milletvekili her işki meclisinin burunqidek aldırab imza qilmaydi hamda. Ularni qoyil qilish hamda Amerikadagi tashkilotlarning ishi hamda. Xo'sh. Ular ko'proq aralashishga to'g'ri keladi. Undan boshqa bu Amerikada yashayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Bu Uyg'urlarning bir qismi hamda mushu urug' tuqqanlari lagerda bo'lgan, turmada bo'lganlar bor. Bularni chiqarib mushu Amerika kongreslarida, mushu meclislarda lobbycilikni kuchlantirishga to'g'ri keldi Amerikada. Buni qila olish uchun. Undan boshqa bu ikki qonunnoma bor, chiqqan, qabul qilingan. Birisi Uyg'ur inson haqlari qonuni deydigan. Bu qonunni Amerika'nın iç kanunu bo'lg'achqa Amerikadagi tashkilotlar va Uyg'ur jamiyatlar buni to'liq ishlatishninki yo'liga kirish lozim. Foydalanish lozim. Buningki o qonunning bergan ba'zi haqlari bor-ku. Hatto misolga biz mamlakatda nimalar bo'ldi, bo'lmadi deganni biz shu matbuotlarda, sosyal medyalarda ko'ramiz. Ama bu hozir men degan qonun shu Amerikanınki istihbarat tashkilotiga bergan buyrug'i bilan ular 6 oyda bir Sharq Turkistondagi vaziyatni istihbarat doklati bo'lib, shu nimaga, kongrega, munosib odamlarga suddi. O'tgan hafta e'lon qildik-ku, yana siz degandek. Yanada e'lon qildik-ku, biz o'tgan hafta xabarimiz bergandik. Maxsus. Muşunda doklatlardan qanday foydalanish, chunki mamlakat haqida nimalarni o'rganmaymiz. Degandek, ya'ni Trump hukumati bo'lsin yoki boshqa bir hukumat bo'lsin, abayman degan ishlarni har doim qilishga to'g'ri. Xo'sh. Ya'ni bu abayman degandek Uyg'ur populatsiyasi, ya'ni xalqarodagi bu Uyg'ur masalasiningki kun tartibdan tushib ketishi bilan bu ish chatoq bo'ldi debla o'zini tashib etish emas, har qanday sharoitda, ya'ni musbat bo'lsin, yomon bo'lsin, har qanday sharoitda yo'lni izlashga to'g'ri keladi. Chunki har qanday sharoitda chiqish yo'li bor. Uni topalamsa, u sanga bunga bu Amerika hükümetinin Uyghur meselesi bilan azroq bo'lsin shug'ullanish uchun, siqish uchun Amerikadagi tashkilotlar jiqaroq xizmat qilishga majbur. Xo'sh. Agarda yolg'izlar Amerikadagi Uyg'urlar emas, boshqa yerda yashagan Uyg'urlarma Amerikadagi Uyg'urlarga yardım qilish lozim. Sirtdan bo'lsa yardım qilib, o ishni mushtaq qilmoqcha Trump yolg'iz beshiga Trump undaq Uyg'ur masalasi bilan pek shug'ullanib ketmaydi. Ya'ni chunki uning qo'lida Xitoyni tizginlashtiradigan jiq asbob bor. Ya'ni Uyg'urlar emas. Hamda Uyg'ur uningga qancha foyda keltirdi, unimi o qanday o'ylaydi men bilmayman, ama menimcha uningki o'ylayotgan u foydaga Uyg'urlar bir ko'zul bo'lamamdi. Uningda gumonim bor. Bunga bu yolg'izlar Amerika emas, misolga Yevropadagi tashkilotlarma, Yevropa birligidami o'xshash nimalarga kirishish lozim, o'xshash ishlar. Misolga Yevropadan bir qonun chiqarib bo'ladi. Misalga asarak çıkarılan kanunlarının birisi bu Magnitsky kanunu degan bir kanun. Xo'sh. Misalga Sharq Turkistonda şu irqiy qirg'inchilik ilib borgan bütün amaldorlarni chet elga chiqishini cheklash, ularni chet eldagi mal mallarni hammani cheklash va musodara qilish. Agar Yevropada qila olgan taqdirda Sharq Turkistonda bu zulmni
elip bağlan her kanda Xitayning amaldorlari mayli Uyg'ur bo'lsin, Xitoy bo'lsin, ular chet elga chiqamaydigan holga kelib qoldi. Amerikada bu Uyg'ur inson huquqlari qonuni degandek mushtaq qonunimi Yevropa Birligida chiqarib bo'ladi. Muşlarning yo'lini istinish lozim, değil Xo'sh. Misaliga bu Xitoy bilan bu Yevropaning orasida uzun yil, 10 necha yil muzokara qilib, qarshiliqli bir-birisiga mablag' selish bilan munosabatli bir qonun bor. Bu Uyg'ur meselesiga Yevropa Birligi Uyg'ur meselesiga sahip chiqqan ekan, Xitoy bu bazı Avrupalık milletvekili olsun, müteahhit olsun ve bazı kuruluşlar olsun, mesela bu akıl ambarı degende. Aşlağı ceza ver. Ceza vergenken bu Avrupa Birliği abakı kilişimini tontuk koydu. Hazır Xitay aşınıp ısıtışka tırışı vardı. Mesela Avrupa'daki teşkilatlar yüzünün yaşavatkan devletlerde hareket kılıp durup, yani bu kilişiminin tontuş halini devam kılış lazım deydiğen kampanyalarını kısmı bulurdu. Mesela yani Amerika'dan, Avrupa'dan, hatta Türkiye'den teşkilatlar birlikte bulup, mesela Xitay ırkı kırıncılık yapağın bir Xitay Birleşken Devletler Teşkilatı'nda temsil kılamaydı. Ve şundakla bu xavfsizlik, daimi xavfsizlik azalığıma çıkırıç lazım da kampanya kılış. Mesela imza toplaş degandek. Ajna kampanyalarını kılıp Uygur meselesini dünyanın tüm tertibine tekrar ekiliş. Degandek muşu işlerini kılgan takdirde. Mesela yine takıdı bulup gitti halkada Uygur meselesi. O vakti da Trump hükümeti ve onunki kabinedekiler ve şundakla o iki meclisteki milletvekilleri belki yeni kütüvatkan kanunama dedim o layı. Onun çıkışına belki sebep oluşma mümkün. Gerçi Trump hükümeti bu köşmen siyasete pek kattık onun. Belki Uygurlara karşı bir imtiyaz tunuşuyla belki kanunma çıkış mümkün. Kanun çıkması mı hükümet kararı deydiğin kararla mı yani açına kızılı bu. Mesela Amerika Xitay'ın arasında ticari imtiyazlık kilişim var. Mesela ona şu Trump hakimiyeti vaxtında en asan iş buludu. Xitay'a buyurulgan bütün imtiyazlar, neyli bu ticarette olsun, iktisatta olsun, teknolojide olsun, hemmine etkisi kılış. Aşının kampanyasını, aşının lobicilikine makılır. Yani demekçi boğunum hem de şu halkırada bu meselesine tüm tertipke ekildiğen her kanda iş olsun. Bizimki bazıları deydi bu iş hal oluyor. Yok, bazı işler hal buluş için kılmayın. Bunu evvela diye atmosferini yaratış, gün tertibi yaratış için kılınır. Hem de Xitay'a karşı nim kılış lazım degende yakınki yıllarda Xitay'ma şu yüzündeki kılgan zulümlerini yüş için halkırada nurgun YouTuber'larına tepip program kızı Şarkı Türkistan'da hiç yaşanmayan o Amerika yağan yapmadı da Uygurlar yağan yapmadı da bu propagandanı kılmadı da teşkilatlar. Bununla karşı Uygurlama teşkilatla birlikte kısmı buldu. Muş'un kartıma bazı şu sosyal medyada olsun, uçuk medyada olsun müşahedıma bazı programlarını kılıştı. Yani Xitay'a bu özünü aklaşıqı tırışıvadı da Uygurlarına qarlap kılvadı da Uygurlarına kopup Xitay'ına mı baş kılış lazım. Bazı içki meselelerini bilmeyimiz belki habersiz kalınız ama evvel ben degende bazı devletler Xitay'da, Şarkı Türkistan'da nim buluvatkanlığı hakkında istihbarat malumatları var. Aşlardan ügünüp nurgun nərslərini yanı qığılı bulurdu.
Xitoyga taqabul turish uchun jiddiy bir siyosatni ilib bormagan chaqda o'ma kun tartib yaratishmi qiyin bo'ladi. Agarda o'tagan yerdalar Xitoyninki hujumiga qarab tursa bo'lmaydi. Xitoy hozir Sharq Turkistondagi xalqlar bayashat yashab ketibdi, ana yeyotdi, ichibdi, naqsh qilyapti, tank o'ynayotdi deydi, ammo Sharq Turkistonliklar erkin, tushunchada erkin, hayotda erkin degan narsani deb bilmayotdi. Chunki Xitoyninki bu inson haqlarining aniqlashida nima bor deganda yashash haqqi va taraqqiyot haqqi deydi. Ya bu insonni degan Alloh yaratdi. Alloh yaratgan vaqtida erkin yarattı, hür yarattı. Bu hürlük yani tug'ilishda texi Xitoy yo'q vaqtida insonga berilgan narsa bu. Bu haqni berilgan. Xitoy bu haqida hech bir gap qilmaydi. Chunki sizlarningki haqqinglarni Kommunist partiya berdi. Bunga bizga berdi. Shunga o'xshash her sahada, her ilim sahalarida Xitoyga shu karşı muşlarına ilim ceddimi ilip bir iş doğru geldi. Yani oturup misalga bir nimdeyimiz workshop ya ki mağlu'daki mingni sokaştırış deydi bu. Ajında bir akıllı adamla bir yer gelse hazır bundan degandim neçesini yani çare tedbirinin neçesini oturup çıkaralaydı. Aşının karda teşkilatla Hemmisi aşı kılalaydıgan işini bölüşü varsa, taksimat kılınsa, hemen teşkilat hareket kılsa, o halkarada yani bir gün tertip yaratılı buldu. Gün tertip yaratılgan vaxtıda bazı devletlerin liderleri bu işe aralışıka mecbur kaldı ya da kızıkıp kıldı. Ondan sonra kongrelerde, meclislerde bazı kanunlarının çıkışıma asan toktaydı. Yani Trump'la qarab kemerek oylab, Trump'ni mi ta'sir qiladigan ishlarni qilish lozim. Shunga bu men degandek har qanday qiyinchilik ahvoldimi yana chora tadbirlar bor. Her daim umidli bo'lish lozim. Bir mesele bor, u bo'lsa aql bilan ish qilish. Shu. To'g'ri deysiz haqiqatan. Abay bu John Bolton'niki kitabı tilg'angan masala o deyman xotirasini aslamasini dedingiz. Xotirasini men o'qigan. Qaysi kuni mesela bu 12 noyabr Cumhuriyet günümüzde Amerika'da mı iki Cumhuriyetimizde hatırlaş Amerika Devlet Meclisi'nde ötküzüldü. Bu yerde Nancy Pelosi hanım ve başka yani Amerika'nın şu siyasetçiler katlaşıp Nancy Pelosi hanım şu yerdeme bir gapni deydi şu. Ben Trump'a öz vaxtida şu APEC yig'inimiti isim qilmadi hozir. Xitoyga safar qilishdan burun men Uyg'ur masalasini cho'qim tilg'alashini dedim. U berib Xi Jinpingga tilg'agan vaqtida Uyg'urlar o'zining turmushidan rozi, u bu nihoyat xushal deb shuna dedi. Trump qaytib kelgandan keyin men aynan shu ishni yetkazdi deb Nancy Pelosi xonim tilg'aldi. Siz abay tilg'alib o'tgan voqealikning o'zi shumidi deb o'ylab qoldim-da endi. Belki iki xil adam, belki bir xil vaqadir. Şimdi o əməldarlar bir-birisiyle görüşkən vaxtıda bunu mediaga çıxarmağaşqa biz pek biləməyiz. Mesela bir vaxtıda şu Biden hükümeti yeni kurulgan çağda şu hava temperatürü meselesi yani iklim meselesi mesul boğan Kerry degan bir adam var, John Kerry. John Kerry. Bu şu Xitoyga borgan chaqda nima bilan bu o'z vaqtidagi Xitoyning tashqi ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Wang Yi shuni deydi. Agarda biz bilan mushu masalada iklim masalasida muzokara qilman deydigan bo'lsang, mushu Uyg'ur masalasini qat'iyan tilga olmaysa, Uyg'ur masalasi sizlarning siyosatdan chiqish lozim. John Kerry qaytib kelgandan keyin Nancy Pelosi'ga buni anlatdı. Bular o'zaro anlatgan xabar qanday bo'lib Amerikaningki Washington Post'ga chiqib qoldi, uni bilamadim. Ba'zi bunda liderlar arasındaki bunda gaplar chiqib qoldi, ba'zi vaqtlarda chiqmaydi. Ammo vazifadan ayrılgandan keyin
so'zlaydigan va ya Jon Bolton'ningki yozganidek bu nimadan Mike Pompeo'ningki xotirasini o'qigan u yerdami shu Trumpni bek tanqid qilmadi-yu, ammo Uyg'ur masalasini haqida qanday tirishganligini yozgan ahvollar bor. Çünkü bu xotirasini yozgan vaqtida ba'zan davlatning maxfiyatini oshkor qilib qo'ymay deydigan o'yma bo'ladi. Ba'zi narsalarni aniq yozilmadi deb o'ylayman. Misolga Trumpning Uyg'urlarga bo'lgan pozitsiyasini bu Pompeo yozmagan bo'lsa kerak deb o'yladim. Xo'sh, xo'sh, xo'sh.